Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana bu odam Mavlanov Navruz Farhodovich. Bu BNB ni bosh barista degan. Hozir u sizga qanaqa qahva qilish kerak o'rgatadi. Ha. Uzr chiqman, Toshkentliman, o'shaning uchun. Bugun bizda hozir zakazimiz bor, kapuchino ikkita o'rtacha razmer. Ikkitalik qoldirib olamiz. Hozir nima qilyapsiz Navruz aka? Qahvani maydalaymiz. Necha gram bo'lishi kerak? Ikkita kapuchinoga. Bir dona kofega, bir dona espresso kofega 7 gramdan 9 gramcha. Bu yoqda 16 gram kofe bor. Temperovka qilish kerak. Temperovka qilish kerak. Hop, hozir best coffee Tashkent. Kofe mashinkaga uladik. Yoqdik. Knopkani bosdik. Guruh ichida. Perfect espresso. Qanaqa sut olamiz? Nestle o'zimizda ishlab chiqarilgan 3.2% Nestle suti. Feature yordamida paravoy ekranlar, bosim ostidagi bug' yordamida sutni ko'pirtiramiz. Espressomiz tayyor. Почему узбекский, как будто экспрессо сказать. Эспрессо стоит. Hozir nimadir tishasiz, rasm qilasiz. Rasm qilamiz. Sut san'ati yordamida qahvaga gul chizamiz. Voy, qanaqa? Atir gulmi? Yo'q. Ukurib. Voy. Va juda chiroyli rozetta degan narsani chizdik. Hozir ikkinchisini ham chizamiz. Rozetta degan narsani. Men o'zbekcha Ramazon, siz juda ham to'g'ri gapirdingiz. Hop. Ikkinchisini nima chizamiz? Ikkinchisi yurakchalar chizamiz. Voy, yurakchalarga bo'ladi. Yurakchalar ichida yurakchalar. Voy, juda ham chiroyli. Navruz aka, siz tomoshabinlarga xayr deganmiz. Salomat bo'linglar, подписывайтесь. Yurak bosinglar, yozinglar, a'zo bo'linglar guruhimizga. Xudo xohlasa, bundan keyingi roliklarimiz o'zbekchada bo'ladi. Rahmat, kattakon. Ko'rishguncha.